Yangi hammomimizni boshladik. Xo'sh, hammomni mashq holatda qurishgan. Mana bu yerdagi fundamentlarni qoldiramiz deyishdi. Sokil shaklida qilamiz endi bu yerni. Birinchi xonasi razdyolka, mana ikkinchi xonasi. Bu yerda titan turadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Xullas, fundamentni qo'yib, yarim bal shlakoblok terishgan. Endi bu yerni santexnikasini, elektrikasini hamda kafelarni teramiz. Hammomimiz ham bitdi. Nasib bo'lsa, bu 2 xonalik hammom, razdyolka va cho'milish joyi. Bu yerda beton quyilgandi. Mana shu qalinlikda va bu yerga yarim balqib shlakoblokdan ko'tarishgan va betonni qoldirishamiz deganda mana shu tarzda qilib berganmiz. Bu yerda mana shu alyumin uголокlardan ishlatganman, chunki 45 va boshqacha narx bo'ladi, shunga kelishganmiz. Xo'sh, bu yerda kirishda alohida sim tortilgan hamda uzoq va avtomat odamni to'kilishga qarshi va qisqa tutashuviga qarshi shitlar faqat mana shu xona uchun hamda tepada bochka bilan nasos turibdi, shularga boradi. Xo'sh, bu yerni suvi boshda aytganimizdek krant yo'q, faqat artizandan olinadi va 5 ta filtrdan o'tib mana shu Aristonga yetib keladi. Aristonimizda ham mana shu tarzda ulaganman. Ya'ni qachonki tozalamoqchi bo'lsam, shunchaki kranni ochib suvni to'kib tashlayman. Bu yerda ochganda havo tortadi, to'liq bo'shaladi. Bu Aristonni ham yaxshi tomoni, Amerikankani to'liq yechib olsa bo'ladi. Bo'lmasa ochiq joyi bor. Shunchaki qapqog'ini yechib, tentni chiqarib tozalab qo'ysak bo'ladi. Xeyterlar diqqatiga, mana bu yerda pajaq joyi bor. Bu magazindan shunday katta chegirma bilan olingan bu narsa. Xo'sh, Aristonni ham maksimal devorga tiqganman. Joy ko'proq bo'lish uchun Aristonimiz shpilkalarga qotirilgan, u tarafdan planka qo'yilgan. Bu yerga vaqtinchalik mana shunday polavtomat qo'yilyapti. Mana shu Aristonimizda mana shu chiqishlariga ulab berganmiz. Ya'ni gibki podlotka bilan. Bular hammasi vaqtinchalik. Yaxtak suvni ochasiz, bemalol ishlatasiz, issiq suvni ochasiz, bemalol ishlatasiz. Mana shunday sistemada qilib tepasida bitta chiqish joyi bor ekan, shunga ulab berganman. Yuvish, chayish sistemasida yaxtak suvni ochsa, Aristonga suv tushib ishlatadi. Bu yerda keyinchalik avtomat turadi. Bu yerga rakvina qo'yganman, oynalar hammasi elektrichеский. Bu joy mayda bo'lgani uchun mana shu yerga rezet выключатель ichkarida xonaniki alohida qo'yilgan va soch quritgich hamda soqol o'g'itchilar uchun shunday rezetga qoldirilgan. Bu yerda hech qanday bunga sachrash bo'lmaydi, hech qanday tok urmaydi. Agar tok urgan taqdirda ham uzoq sizni joyingizni saqlab qoladi, qo'rqmang. Xo'sh, mana bu yerda mana bu tumbuchkamizni ham mana shuni hisobiga shunday kesib joylashtirganman hamda germetik qilingan bu yerlar. Bu tarafdan ham, bunisi tarafdan ham. Shunda mana shunday chiroyligina bo'lib turibdi. Xo'sh, cho'miladigan xonamiz. Bu yerda yana kiyim ilgichlar. Ichkari xona mana shu tarzda bo'lyapti. Bu yer ham xuddi shunday. Mana betonni qalinligi bu yarim blok shlakoblok terilgan
Devol. Bu yerda ham turbalar hammasi ichkarida yashirilgan. Mana shunday chiroyli qilib o'rnatganman. Dushovoylarni bu yerga shu kerakli narsalar ilinadi. Bu yer uголокlar hammasi duhkomponentni epoksidni zatirka bilan o'tilgan. Bu yerga tushgan suv ham bu yer uklon. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham uklon, suv turmaydi. Ham mana bu aralari ham epoksidga qilingan. Suv turmaydi. Polimiz to'liq konvert qilingan, suv ketishlari zo'r. Bu uy egalari har ehtimolga qarshi bitta rezin unaqa tashab qo'yishdi. Baribir qanchalik bo'lmasin, bu yerda cho'milganda noxosdan juda ko'p ko'pirish bo'lib ketsa agar tayrilmaslikni oldini olish uchun bitta rezin tashab qo'yishgan. Mana bu yerda eng burchakka sochiq ilgich ildirganman, chunki bu yerda cho'milib, shunday uzoqqa sochiqqa sachramaydi, artinib, hech qanday suv bo'lmasdan koridorga, ya'ni razdevalkaga chiqib kiyinib chiqib ketsa bo'ladi. Keyin bu yer qishloq joy bo'lgani uchun bu yerda gaz yo'q, umuman gaz ballondan tarqatishadi, faqat o'tin, tezak yoqishadi, ko'mir. Shuning uchun mana bu yerga anaqa qo'yilgan titan. Bu hech qanday nasosga ulanmagan. Bu to'g'ridan-to'g'ri faqat bochkaga ulangan. Bunday to'ldirsa bo'ladi. To'ldirib, o'tinni yoqib, yo nimani yoqmoqchi bo'lsa ham yoqib, suvni qizdirib, mana bu yerdan ochib cho'milsa bo'ladi. Bu hech qanday svetga daxli yo'q. Avtonomniy. Ham ichkarini qizdiradi, ham svet bo'lmasa, ariston ishlamagan payti bundan bemalol foydalansa bo'ladi. Kafellarimiz 60 ga 60, to'liq duh komponentni zatirka bilan o'tilgan, hammasi o'z rangida. Pollarniki ham, devolniki ham. To'liq 60 ga 60 kafellarimiz. Noldan mana shu holatiga kelishga quloq devoldan 2 hafta vaqt ichida topshirdim mana. Hammasi ajoyib. Yana qaytarib o'taman. Aristonga kiyguncha, mana shu yerga suv kiyguncha 5 ta filtrdan filtrlanib, ya'ni artizandan olingan suv 5 ta filtrdan filtrlanib, keyin bu yerga keladi.